Hali ham moshinangizni himsiya qildirmadingiz. Bitta shu videoda ko'ring, bitta rezultatini ko'rasiz, himsiyaga olib kelaverasiz. Inshaalloh kelishtirib yaxshi narxlarda va sifatli ish ko'rsatib beramiz. Qaranglar, mashinani o'ta holati ancha yomon. Ancha turgan mashina deymi, yo'q, yurgan mashina. Xo'p, peni sef olamiz. Bitta hozir aka sizga buni rezultatini ko'rsataman. Bitta ishqalab olamiz. Bitta ishqalaganinglarga ancha pul olasizlar deysizlar. Yo'q, uni tayda mehnat bor akalar. Bu ishqalashga hech qancha vaqt ketmaydi. Polniy himsiya qilishga ancha mehnat ketadi akalar. Bitta shunaqa qilib ishqalab olamiz. Xo'p. Oddiy sochiq, mana oddiy sochiq, top-toza ikkala tomoni ham. Bitta artamayni. Chiqqanida ko'ryapsizlarmi? Shu qoraygan. Bu tomonni ham bitta artib olsak. Bu tomoni ham mana уже rangi o'zgardi. Sizdan shunaqa muammo bo'lsa, bemalol olib keling. Yaxshi sifatli ish ko'rsatib beramiz inshaalloh. Bemalol kelaverasizlar.